Ikkinchi artga betonlab berish kerak. Puli bormi? 10 kun muhlat yozdi. 10 kun muhlatda bajaradi. Qishliga to'sqinlik beryapti, to'xtab tur, senga boshqa joydan beramiz yerni deb. Hujjat hamma narsam bor. Alloh. Mana shu masalalarga shug'ullangan. Keyin pensiyaga anonsi bor deganda qog'ozi. O'shani qanday to'g'irlasam bo'ladi? Rahid asmasi. Hamdammi? Muammo bilan kelgan fuqaro eshitilayotgan fuqaro. Bugun Guliston shahrida aynan shunday ochiq va samimiy muloqot maydoni yaratildi. Viloyat hokimi Erkinjon Turdimov boshchiligida Guliston shahrida joylashgan tadbirkorlar va hunarmandlar markazida viloyat aholisi uchun sayyor qabul o'tkazildi. Unda tuman va shaharlardan kelgan fuqarolar o'zlarini yillar davomida qiynab kelayotgan masalalar bilan bevosita murojaat qildi. Qabul davomida kommunal xizmatlar, uy-joy va yer masalalari, ichki yo'llar, irrigatsiya tarmoqlari, bandlik hamda ijtimoiy soha bilan bog'liq muammolar ko'tarildi. Eng muhimi, bu murojaatlar faqat tinglanmadi, ularning aksariyati joyida yechim topdi. Mas'ul tashkilot va idoralar rahbarlari ishtirokida ayrim masalalar darhol hal etildi. Qo'shimcha o'rganishni talab qiladigan murojaatlar bo'yicha esa aniq muddat va mas'ullar belgilandi. Har bir murojaat ijrosi nazoratga olindi. Viloyat rahbari fuqarolar bilan yuzma-yuz muloqot qilish, joylardagi haqiqiy holatni eshitish va muammolarga qog'ozda emas, amalda yechim topish ustuvor vazifa ekanini ta'kidladi. Rahbar kabinetda emas, xalq orasida bo'lsa ishonch kuchayadi degan fikr qabul jarayonining bosh g'oyasiga aylandi.